Bugün o'qiydigan chöchkimiz bo'lsa, go'l qiz. Burunning birincida bir yezda bir tul ayol bo'lib, uning bo'yi yetgan bir qizi bor ekan. Uningdan boshqa hech qanday urug' tuqqanlari yo'q ekan. Bularning faqat bir serin kalisi bor bo'lib, uning sut qatiqlarini setish orqali turmush kechirdi ekan. Bu ayol 7 ayam kunlar g'aribsinib qolmaslik uchun ozgina topgan pulga yetliq yog', guruch qatorliq narsalarni tayyorlab qo'yibdi. Qizi bo'lsa to'limi go'l va do'ch ekan. Shunga u apasining ko'ngliga tushmay bir kuni apasidi. "Appa, biz ba'zida to'q, ba'zida osh yuriydi ekanmiz. Yeb qo'ygan guruch va yog'larni yemaymizmi?" deb so'rabdi. Apasi javob berib, "Qizim, bizning barat mitkam, ro'z mitkam, yet mitkam deydigan tuqqanlarimiz bor. Ashlar kelganda yeymiz" debdi. Buni anglagan qiz sirtlarga o'ynag'ili chiqqanda ko'rgan bilganlarga, "Mening appam bir muncha guruch va yog' yig'ib qo'ydi. Qachon yeymiz desam, bizning barat mitkam, ro'z mitkam va yet mitkam deb tuqqanlarimiz bor. Ashlar kelganda yeymiz deydi" deb baxtinib yuribdi. Bu gap quloqdan quloqqa anglanib, yiroq bir yezdagi odamiy shayton deb atalgan Molla Yusufning qulig'iga yetibdi. Molla Yusuf tavsiyab topolmas osh qursoq yuradigan. Ab topsa kishilarni qaqti-soqti qilib jon boqadigan odam ekan. U bu gapni anglab, uning payiga tushib, payt kutib yurgan kunlarning birida ilk ayol qizini uy baqqal qo'yib bozorga ketibdi. Buningdan xabar topgan Molla Yusuf yana 2 og'inisini boshlab bu ayolning uyiga kelib qizdi. "Anangiz nega ketdi?" deb so'rabdi. "Bozorga ketdi" deb javob beribdi qiz. "Undaq bo'lsa" debdi Molla Yusuf, "biz sizning tog'alaringiz bo'lmaymiz. O kishi barat mitkam, apangizning inisi bo'ladi. Mao kishi yet mitkam, apangizning cho'ng akisi bo'ladi. Ro'z mitkam degan men, apangizning kichik akisi bo'laman. Bugun sizlarni yo'qlab kelgan edik." Buni anglagan qiz intayin xushal bo'lib, apasi yig'ib qo'ygan yet tayyorlik bilan kesh-kech ularni mehmon qilib, hammasini tugitibdi. Kechqurun apasi bozordan qaytib kelibdi. Qiz apasining oldiga yugurib chiqib, "Voy oppa, sen menga degan barat mitkam, ro'z mitkam, et mitkam degan tuqqanlaring kelgan ekan, nayt obdan mehmon qilib, yo'lga silib qo'ydim" debdi. Apasi bu nima deydigandi deb uyga kirib qarasa, yemay ishmay yig'ib qo'ygan guruch bilan may, qaymoqlarning hammasi yo'q turg'idek. Ayol qattiq g'azablanib, "Hey ahmaq, odam shundaqmi deb bo'lamdi? Barat mitkam degan barati, ro'z mitkam degan ro'zi, yet mitkam degan yet emasmi? Endi biz nima yeymiz?" deb qizni rosa dumbalabdi.